Men juda yosh paytim Rossiyaga ketganman. O'sha payt 17 yoshda edim. Mutlaqo yolg'iz, faqat bir o'zim. Mashg'ulotlar o'tadigan bazada yashardim. Zerikarli joy, yolg'izlik, do'stlarim ham yo'q. Umrimning har bir soniyasi aynan mana shu mashg'ulotlar maydonida o'tardi. Aylanish uchun shaharga ham, boshqa joyga ham bormaganman. Kechqurun bu yerda chiroqlar o'chgan bo'lardi. Lekin men baribir ishlashda, mashg'ulot qilishda davom etardim. Ba'zida qorovul kelib qolardi va qo'rqqanidan chim ustidagi kim deb baqirardi. Bu men edim. Qorong'ulikda dribling qilardim. Boshqa bajaradigan hech narsa yo'q. Men faqat futbol haqida o'ylardim va o'zimga shunday derdim. Men bu yerga nima uchun keldim? Libosimda oilam familiyasi turibdi. Men ular uchun ishlashim kerak, mehnat qilishim kerak. Xayolimda faqat bir narsa. Men buni do'stlarim va yaqinlarim uchun uddalashim kerak. Xvicha Kvaratskhelia. Men juda yosh paytim Rossiyaga ketganman. O'sha payt 17 yoshda edim. Mutlaqo yolg'iz, faqat bir o'zim. Mashg'ulotlar o'tadigan bazada yashardim. Zerikarli joy, yolg'izlik, do'stlarim ham yo'q. Umrimning har bir soniyasi aynan mana shu mashg'ulotlar maydonida o'tardi. Aylanish uchun shaharga ham, boshqa joyga ham bormaganman. Kechqurun bu yerda chiroqlar o'chgan bo'lardi. Lekin men baribir ishlashda, mashg'ulot qilishda davom etardim. Ba'zida qorovul kelib qolardi va qo'rqqanidan chim ustidagi kim deb baqirardi. Bu men edim. Qorong'ulikda dribling qilardim. Boshqa bajaradigan hech narsa yo'q. Men faqat futbol haqida o'ylardim va o'zimga shunday derdim. Men bu yerga nima uchun keldim? Libosimda oilam familiyasi turibdi. Men ular uchun ishlashim kerak, mehnat qilishim kerak. Xayolimda faqat bir narsa. Men buni do'stlarim va yaqinlarim uchun uddalashim kerak. Xvicha Kvaratskhelia.